Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zini Sahih Buxoriy kitobida eng oxirgi hadisini quyidagi hadisni olib keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim." Bu hadis sahih hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, ikki kalima bor. U kalima tarozida og'ir, tilga juda yengil. Va Alloh subhanahu va taologa esa juda sevimli va Alloh subhanahu va taologa mahbub zikr. U zikr subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Zikrning ma'nosi Alloh subhanahu va taolo barcha ayblardan toza. Subhanallohil azim. Alloh subhanahu va taolo ulug' zot, unda bironta kamchilik yo'q degan ma'noni anglatadi. Aziz birodar, har bir vaqtda shu duoni qilaylik. Alloh subhanahu va taologa mahbub, tilimizga yengil, tarozida og'ir, Allohga esa juda bir sevimli, suyukli zikrlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda doimo zikr qilgan insonlarni aqlli insonlar degan. Alloh subhanahu va Qur'oni Karimda aytadi: "Allazina yadhkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard." Aqlli insonlar turib, o'tirib, yotib olib Alloh taoloni zikr qiladi va Alloh subhanahu va taolo yaratgan narsalar haqida yatafakkarun, tafakkur qilishadi. Alloh osmonni qanday yaratdi? Biz oddiy bir narsani, yaralingan narsalarni to'plash uchun qanchalik qiynalamiz. Va o'sha to'plagan narsamiz ham ma'lum bir muddatgacha bizga foyda beradi. U ma'lum muddatdan keyin foydasini emas, ziyonni beradi. Lekin Alloh taolo necha ming yil oldin yaratgan osmon yerlar yana Alloh subhanahu va taoloning maxluqlariga foyda beryapti. Shuning uchun azizlar, aqlli insonning sifati doimo Alloh taoloni zikr qilishlik. Alloh taolo barchamizni doim zikr qiluvchi insonlardan qilsin.